Salom do'stlar. Siz YouTube'dagi qiziqarli dunyo kanalini tomosha qilyapsiz. Vyetnamlik Mavan Nhat ismli fuqaro 2016-yilning dekabr oyida yo'l transport hodisasiga uchraydi va zudlik bilan shifoxonaga olib kelinadi. Uzi va rentgen analizlarining natijasiga ko'ra 54 yoshli fuqaroning qorin bo'shlig'ida tibbiyot qaychisi borligi aniqlanadi. Bemorni darhol operatsiya qilishadi va qaychini olib tashlashadi. Aniqlanishicha, 1998-yil Mavan Nhat avtoavariyaga uchragani sababli shifoxonaga olib kelingan. Jarrohlik amaliyoti vaqtida shifokorlarning e'tiborsizligi sababli bemorning ichida 15 santimetrli tibbiyot qaychisi qolib ketgan. Mavan 18 yil temir qaychi bilan yashab kelgan. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, shu vaqtgacha bemor salomatligidan shikoyat qilmagan. Bemorning ichki organlariga yopishib ketgan temir qaychini olib tashlash uchun jarrohlar qariyb 3 soat harakat qilishadi. Vyetnam Sog'liqni saqlash vazirligi va ichki ishlar xodimlari tomonidan 18 yil avvalgi shifokorlarni aniqlash ishlari olib borilyapti. Rossiyaning Rostov shahrida istiqomat qiluvchi 37 yoshli Marina ismli ayol 3 yil mobaynida bachadonida tibbiyot ignasi bilan yashab kelgan. Operatsiyadan so'ng ancha vaqt o'tgach, Marinaning qorin qismida qattiq og'riqlar paydo bo'ladi. Keyinchalik aniqlanishicha, ayolning bachadonida tibbiyotda ishlatiladigan ignaning 1,5 santimetrlik siniq qismi topiladi. Bemor operatsiya o'tkazgan shifokor bilan bog'lanadi, lekin shifokor o'z aybini tan olmaydi. Shifokorning aytishicha, ayol 1,5 santimetrlik ignani yutib yuborgan bo'lishi mumkin ekan. Eng qo'rqinchligi shundaki, mazkur igna qon bosimining ko'tarilishi evaziga qon tomirlari orqali to'g'ri yurakkacha borishi mumkin. Hozirda tergov ishlari olib borilyapti. Rossiyaning Petrozavod shahrida istiqomat qilgan 33 yoshli ayolning qorin bo'shlig'ida esa jarrohlar sochiqni esdan chiqarishadi va natijada bemor halok bo'ladi. 2010-yilda esa Germaniyada 57 yoshli Klaus ismli bemorni operatsiya qilishadi. Jarrohlarning e'tiborsizligi tufayli bemorning qorin bo'shlig'ida, e'tibor qiling, 40 santimetrli tibbiyot uskunasini esdan chiqarishadi. Bemor 40 santimetrli temir uskuna bilan 65 kun yashagan va chidab bo'lmas og'riq tufayli qayta operatsiya qilinib, esdan chiqarilgan uskunani olib tashlashgan. Bemor esa sud orqali klinikadan kattagina kompensatsiya puli olgan. Rossiyaning Ufa shahrida Azamat Fathulin ismli jarroh keksa ayolni operatsiya qilish jarayonida tibbiyotda ishlatiladigan 18 santimetrli trubkani esdan chiqaradi. Natijada qattiq og'riqlardan qiynalgan ayol vafot etadi. Jarrohga nisbatan esa jinoiy ish qo'zg'atiladi. Yana bir qiziqarli voqea. Yangi zelandiyalik Peter Newsom ismli jarroh o'zi operatsiya qilgan bemorni sudga beradi. Gap shundaki, operatsiya qilingan bemor 3 kun o'tgach qattiq og'riqni his qiladi va qayta operatsiya qilinadi. 32 yoshli ayolning qorin bo'shlig'idan o'tgan galgi operatsiya qilingan jarrohning Rolex soati topiladi. Bemor esdalik sifatida soatni o'ziga olib qoladi. Jarroh esa $17,000 soatini qaytarib olish uchun ayolni sudga topshiradi. Faqatgina AQShning o'zida 1 yil mobaynida 1,5 mingga yaqin bemorlarning ichida jarrohlik uskunalari qolib ketadi. Shunaqa gaplar. Siz azizlarga esa bunday noxush vaziyatlarga tushib qolmasligingizni tilab qolaman. Agarda videorolik sizga ozgina bo'lsa-da yoqqan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlang.